Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyghur Qurultayı Ayollar Komiteti uzun yıllardan buyon aziz vatanimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida tinimsiz kurash qilayotgan jasur xonim qizlarimizga bo'lgan hurmati va minnatdorligini ifoda qilish bilan birga bütün Sharq Turkistonlik xonim qizlarimizning bayramini tabriklaydiganligini bildirdi. 8 mart Xalqaro xonim qizlar bayrami 1977 yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan ayollarning ijtimoiy va siyosiy еңini taraqqiy qildirishga ve hayatının her qaysi sohalardagi muvaffaqiyatlarini tabriklashga bag'ishlangan kundir. 8 mart kuni dunyo miqyosida Xalqaro xonim qizlar bayrami sifatida xotirlanib kelinayotgan bo'lib, bu kunda xonim qizlarning madaniyat, siyosat va iqtisod qatorliq sohalardagi utuqlari alohida tabriklanadi. Bu munosabat bilan bugun, ya'ni 8 mart kuni Parijning shahar boshlig'i Anna Hidalgo, Chilining sobiq prezidenti va BDTning sobiq kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet, Braziliyaning sobiq prezidenti Dilma Rousseff va Nobel tinchlik mukofotiga erishgan mashhur rejissor va artist bo'lgan Judy Godg'ash qatorliq dunyo ta'siri kuchli ayollarning qatnashishida 21-asrdagi ayollarning kishilik huquqlari nomli xalqaro yig'in o'tkazildi. Bu yig'inga bevosita Anna Hidalgo xonimning chaqirishi bilan Dunyo Uyghur Qurultayining xalqaro ishlar direktori va ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinmo alayda taklif bilan qatnashdi. Bu munosabat bilan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Zumratay Erkin oldi bilan butkul dunyodagi Uyg'ur xonim qizlarining bayramini tabriklash bilan birga bu yig'inning ahamiyati va ko'lami haqida to'xtalib, tovandikilarni ifoda qildi. Oldu bilen bugün 8 Mart to'g'risida Dünya Uyghur Qurultayı Ayollar Komitesi'nin bütün dünyadaki Uyghur ayol hanım kızlarının bayramını tebriklayman. Ondan sırt bu Parij'de xalqaro yig'inning içilişi bilan men bu yerga keldim. Bu yig'inni Parijning shahar boshlig'i Anne Hidalgo xonim bizni taklif qilib mush yerga taklif qildi. Bu yig'inning asos mazmuni shu ayollarni tabriklash, ayol va xonim qizlar hammasining qilayotgan ishlari, ayollarning huquqini qo'g'dab qilish uchun qilayotgan ishlarini tabriklash va mushu temada nurg'unlagan o'xshamagan shaklda yig'inlarni, suhbat programmalarini o'tkazish fursat bo'ldi. Bu birinci etkinlikte yığında bu asli yığın tünü gün akşam 7 Mart akşam tiyatroda içiliş murasimi buldu. Bir yerde nurgunlagan artistler, nurgunlagan kino artistlerinden tatip gelip bir yerde oyun koydu. Ondan sonra bugün ettiğen saat 9'da Şili'nin sabık reisi Michelle Bachelet ve BDT'nin sabık kişilik hukuk komisarı olan ayol içiliş murasimini şu açtı. Ondan sonra Brezilya'nın sabık reisi Dilma Rousseff hanım içiliş murasimini yapıldı. Ondan sonra nurgunlagan şu dünyanın her qandaq yerlerinden kelgan ayol xonim qizlar birlikte suhbat programlarını ifade ondan keyin jurnalistlar bo'lsin, muxbirlar bo'lsin, yana shu shahar boshliqlari kelibdi. Buningda albatta Parijning shahar boshlig'i bor, Los Angeles shahrining boshlig'i bor, Amsterdam shahar boshlig'i bor. Bularning hammasi ayol. Undan so'ng Mong'oliyaning tashqi ishlar ministrlari bor. Bu jarayonda shularning hammasi albatta umumiy tema ayollar hukukunu qo'llab qilish, g'arbda bo'lsin, sharqda bo'lsin, dunyoning har qanday yerda qanday qo'llab qilamiz va urushda bo'lsin yoki irqiy qirg'inchilikda bo'lsin, buni qanday qilamiz deb shu masalan Afg'onistondagi ayollarning vaziyatini tushuntirgan bo'ldi. Undan keyin Uyg'ur ayollarining masalasi o'tirib tushgani bo'ldi. Chunki buni men şu yığın jarayonida nurg'unlagan ayol aktivist, muhim odamlar bilan ko'rishgan jarayonda Uyg'ur ayollarining davosini anglatgan edim. Shuningdan keyin shu foydasi bilan bularni o'tiribda Uyg'ur ayollarining vaziyatini tushuntirib, Uyg'ur ayollarining ovozini anglatdi.
Onundan sırt, elbette ben bir yerde özümü jığın tüggenlikin Michel Bachelet öz bilen ayrım görüşüp, özümnün fikrini oturup koydum ve şu doklat jaryanında bolgan talaş-tartışlarını birazkur deyişken bulduk. Onundan sırt, elbette doklatdan çıkkanlığı ve bunun qandaq çoğ rol oynarlığını bildirdim. Elbette bundaq çoğ ve mühim bir faaliyetinin halkara jığınның təklifnaməni tapşırıb eliş dünya qurulduğunu bir yaxşı bir fürsət. Bu jarayanda nurg'unlagan xalqarada danqı chiqqan aktivist bo'lsin, faaliyetçi başqa muxbir yoki davlat boshliqlari bo'lsin, bular bilan fikrlashib, ko'rishib qilish bir yaxshi fırsat bo'ldi deb o'yladim. Hem onundan sırt bu yerda Uyghur ayollarının avazını unutulup qalmaganlığı o'tirg'i chiqdi. Şuna bu bir yaxshi bir signal deb o'ylayman. Zümrətay Erkin söz degəni Xitay hökuməti xalqarağa təqdim qılıyotqan xoşal xoramalda usul oynaş arqılıq bəxtiyar turmuşni namayan qılıyotqan Uyghur qız ayolları təsvirinin arqasıga yoşurunğan g'ayat zo'r tutqun lagerlardagi tug'mas qilib etish tadbirlari, Xitay köçmənləri bilan bo'ldigan majburiy to'y, ro'yi va jismoniy qiynoq, oila judoligi hamda jinsiy xo'rlik qilmishlarining umumlashayotganligini, tarixda misli ko'rilmagan bu qadar zo'r qirg'inchilik va bostirishning obyekti bo'layotgan Uyg'ur xonim qizlarining hozir ashularga beg'ishlangan bayramda tabrikligidek hech narsaning qolmaganligini ta'kidlab o'tdi. Bu bayram kunda Uyg'ur xonim qizlarining ko'zlaridan yosh qurmaganligini, shuningdek qirg'inchilik va lager sistemasining Uyg'ur xonim qizlarini inson bardoshlik bergisiz azoblarga mubtalo qilayotganligini ifoda qilgan Zumratay Erkin, bo'libmi vatanimizdagi lager sistemasining navbatda Uyg'ur xonim qizlarini Xitoy zavodlaridagi majburiy emgak kuchlarga aylantirib qo'yayotganligini, dunyo bozorida setilayotgan har boshqur kiyim-kechakning oz deganda bir qurining Uyg'ur xonim qizlarining majburiy emgak badligiga tikilayotganligini eskartib o'tish bilan birga, xalqaro jamoatchilikni Uyg'ur xonim qizlari duchor bo'layotgan bu xil ichinishli tragediyalarga qarshi jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Zumratay Erkin so'zining oxirida 8 mart xalqaro xonim qizlar bayrami munosabati bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va jazo lagerlarini dunyoga pash qilishda muhim rol o'ynagan Qalbinur Sidiq, Gulbahor Jalilova, Gulbahor Xotivaji, Tursunay Ziyovuddin, Mehrgul Tursun, Zumrat Davud, Gulzira Avulqan qatorliq jasur lager shohidlarimizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomidan takror minnatdorlik bildirganligini va ularning bayramini qutlaydiganligini ifoda qildi. Amerikada yana bir nafar Xitoy injener savdo maxfiyatligini o'g'irlaganlik uchun qo'lga ilingan. Birlashma agentlikning xabar qilishicha, 38 yoshli Xitoy fuqarosi Ding Linwei 2019 yildan boshlab Google shirkatida yumshoq detal injeneri bo'lib ishlagan. U bu jarayonda Googlening sun'iy aql texnikasiga munosabatli intayin muhim savdo uchurlarini o'zining xususiy to'ramburga ko'chirgan. Ondan u keyingi bir qancha hafta ichida Xitoydagi yangi texnik shirkatlari bilan ko'rishishga boshlagan. Ding familiyalik bu Xitoydagi shirkatlardan nihoyat yuqori maosh va imtiyozlar bilan taklif olgan. U hatto Xitoyga berib bu shirkatlardagi mablag' solg'uvchilar yig'inida qatnashgan. Bu jarayonda Google'dagi boshqa bir xizmatchi Ding familiyalikning xizmat kartasini surkab kirib, uni xuddi shirkat ishlayotgandek ko'rsatgan ekan. Ding o'tgan yil 12 oyning oxirida xizmatidan tuyuqsiz istifa bergandan keyin Google shirkati bu xizmatchisining nurg'un hujjatlarini o'g'irlaganligini bayqagan hamda bu ishni darhol Amerika Federatsiya tekshirish idorasi, ya'ni FBI ga xabar qilgan. FBI uni bu yil 1-oyda qo'lga olgan. Ding 4 xil jinoyat bilan ayblangan. Amerika doiralari uning barliq hisoblaridagi hujjatlarini to'ngitib qo'ygan bo'lib, hujjatlarning soni taxminan 500 parcha atrofida ekan. Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray voqea haqida e'lon qilgan bayonotida bu voqea Xitoydagi shirkatlarning Amerika yaratgan yangiliklarni o'g'irlash qanchalik tirishayotganligini ko'rsatib berdi. Bu bizning shirkatlarimiz va davlat bexatarligimizga nihoyat cho'ng ziyon elib keladi degan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.